o'tmagin volqonligin bu yurakka solg'inim o'tmagin volqonligin bu yurakka solg'inim Assalomu alaykum. Köygülük geldinizmi? Köydirgilik geldinizmi? Köyvatkan otlarni ulg'ayib qilib keldingizmi? Ya sizni tashnalik bilan kutayotgan barcha Qozog'iston diyoridagi aziz xalqimning tashna yuraklarini qondirg'ili keldingizmi, Mo'minjon? Shu ona yurt, ona tuproq sevgisi bilan yuragida o't kuyayotgan barliq aziz qarindoshlarimizning, barliq aziz xalqimizning yuragiga muhabbat rishtasini tutashtig'ili o't yoqili keldim. Merhaba qadrdonlar, mehrivonlar, gul chiroylar, navqirlar. Barchangizga mehr muhabbatlik, o'tliq haroratlik, xush tabassumlik, yalqinlik salom yo'llaymiz. Ushbu bereketli kuz faslining ajoyib go'zal kechiligiga jig'ijam yig'ilibdimiz. Bu didor g'animat kechiligimizning sababkori yangi va siz sevib olgan naqshlardan tuzilgan yakka konserti bilan qadam tashrif qilgan elni suygan naqshchi o'g'lonimiz Mo'minjon Ablekim. Xo'sh Mo'minjon, ushbu siz yangratgan muhabbatlik, lirikalik, yiqimliq, go'zal naqshlaringizning aytqusiz shirin, aytqusiz lazzatlik iqimi qalb tashnaligimizning bepoyon vadisiga quyilib, berna yoshlik chog'larimizdagi muhabbatlik oqshomlarga to'lib toshgan go'zal aslimalarni eslatib, qayg'u hasrat munglarimizni yeniklashtirib, ruhiy jihatdan oziqlantirib, dillarni tavritib, bizlarni qanotlantirib kelmoqda. Sizning ushbu ajoyib ijodiyatingizga, qobiliyatingizga afrin deymiz. Rahmat. Ömür öter tatlık arzu armanlar bilen, her kim yaşar Xudo bergen dermanlar bilen deb barcha xalqimiz tashnalık
bilan kutgan, arzulab kutgan sizning naqshlaringizni anglashga ruxsatmi? Rahmat. Hammalarga orzularning amalga oshishiga tilakdoshman. Orzularinglar, g'oyalaringlar amalga oshsin. Qani, marhamat. Ishq kuyunim dertli namasıdımız Yarım gözlerimnin karasıdımız Işq kuyunim dertli namasıdımız Yarım gözlerimnin karasıdımız Söygümey kalmayman ya qaytalmayman Arzu bilan arman arasıdımız Arzu bilan arman arasıdımız Birdem alam almaydı gözümlemdin Bu ahvalım haber buldu bilmemdin Birdem alam almaydı gözümlemdin Bu ahvalım haber buldu bilmemdin Yaman iken azabım min alemdir Arzu bilan arman arasıdımız Arzu bilan arman arasıdımız Ömrüm öter mevhum çın dumanlarda Bilmem cayım arzumu armanlarda Bundan küre yaşay bayamallarda Arzu bilen arman arasıdımız Bundan küre yaşay bayamallarda Arzu bilen arman arasıdımız Arzu bilen arman arasıdımız Birdem aram almaydı gözümlemdin Bu ahvalım haber buldu bilmemdin Birdem aram almaydı gözümlemdin Bu ahvalım haber buldu bilmemdin Yaman iken azabım min alemdir Arzu bilan arman arasıdımız Arzu bilan arman arasıdımız Söymen de yoki söymeymen de bey Gönül bağınızda gezmeymen de bey Ara yolda kaldırmak oyundan kay Arzu bilan arman arasıdımız Arzu bilan arman arasıdımız Arzu bilan arman arasıdımız Rahmat aziz qarindoshlarimiz,
hammalarninki naqshimizda deyilgandek arzu bilan armonning orasida qolib qolmasligini tilayman. Hammalarning arzusi tilaklaringlarga yetishsa chin dilimdan ulug' Allohdan tilayman. Rahmat. Bugun shu konsert zaliga kelib o'tirgan barliq aziz qarindoshlarimiz mening eng yaqin sirdoshlarım deb qarayman. Chunki Qozog'iston Jumhuriyatining Olmaota shahrida meshaga vaqtini chiqarib, men uchun didorlash uchun, sirdish uchun kelgan barliq aziz qarindoshlarimiz mening naqshlarimni yaxshi ko'rib, suyib anglab kelgan qarindoshlarimiz. Shunga sizlarga alohida rahmatimni bildiraman. Harmag'aysizlar, omon bo'linglar. Rahmat. Qani qolgan gaplarimizni biz yana ketib deyishib olamiz. Mana sizlar uchun sho'x kuylardan kelinchak nomli naqsh o'zg'anlarda bo'lsin. Marhamat. Soğuk çıkmaz erinçek, toylar mübarek bolsun, erinçek kız gelinçek. Derdim bu sizni, soğuk çıkmaz erinçek, toylar mübarek bolsun, erinçek kız gelinçek. Derdim bu sizni, soğuk çıkmaz erinçek, toylar mübarek bolsun, erinçek kız gelinçek. Endi kapkan bulasiz, yargın yakkan bulasiz. Endi kapkan bulasiz, yargın yakkan bulasiz. Bana arman bulasiz, erinçek kız gelinçek. Bana arman bulasiz, erinçek kız gelinçek. Derdim bu sizni, soğuk çıkmaz erinçek. Toylar mübarek bolsun, erinçek kız gelinçek. Derdim bu sizni, soğuk çıkmaz erinçek. Toylar mübarek bolsun, erinçek kız gelinçek. Kız gelinçek, eltibar ne bekleğen, erinçek kız gelinçek. Ergişitmem yerinley, özge kızda birilmey. Ergişitmem yerinley, özge kızda birilmey. Gidin bana görünmey, erinçek kız gelinçek. Gidin bana görünmey, erinçek kız gelinçek. Derdim bu sizin, soğuk çıkmaz erinçek. Toylar mübarek bolsun, erinçek kız gelinçek. Derdim bu sizni, soğuk çıkmaz erinçek. Toylar mübarek bolsun, erinçek kız gelinçek. Derdim bu sizni, soğuk çıkmaz erinçek. Toylar mübarek bolsun, erinçek kız gelinçek. Derdim bu sizni, soğuk çıkmaz erinçek. Toylar mübarek bolsun, erinçek kız gelinçek.
Mübarek olsun erinçek kız. Rahmat gullar uchun, men uchun gul taqdim qilgan o'moq farzandimizga va aka aziz sing'illarimizga hammalarga rahmat aytaman. Men uchun gul tutgan qo'linglarda doimo ming dasta gullar bo'lsin, qadaminglardan gul uzunsin, gul unsin deb tilayman. Rahmat. Men kichik vaqtlarimda o'zim suyib anglaydigan bir naqshimiz bor edi. Ustozimiz marhum naqshchimiz Abdurim Ahmediy akaninki to'liq ijrosi bilan shuni anglab, o'rganib, tunji qatimliq sahna hayotimni shu naqshdan boshlagan 6 yosh vaqtimda maktab sahnisida. Men shu naqshni bugun sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Janonim kelsa. Rahmat. Uzaktin seninle ömrüm yenizlerine ne olur bu gece Allah'ım gelsin Uzaktin seninle ömrüm yenizlerine ne olur bu gece Allah'ım gelsin Ömrüm yoluyla tezana buldu Temizdirme özlemi Ey
Rahmat. Rahmat. Rahmat sizlarga. Rahmat. Men oldin qatim aprel oylarida Olmati shahriga kelib va atrofdagi bir qancha nahiya yezilarda konsert qo'yib ketgan. Bugun qarab baqsam, shu oldingi aprelda konsertimga kelgan cho'nglarimiz, yoshlarimiz ham turibdi chiroyli, nayt tunish. Demak, sizlarga salomimni yo'llayman. Endi barliq Olmati diyoridagi yoshlar uchun bu qatimki konsert uchun alayda yangidan tayyorlab sovg'a olib keldim va bu naqshimizni oldi bilan bir necha yil ilgari mush Olmati shahrida suratga olib, kliplarni ishlab, Uyg'ur kezi saytlar va YouTube'larda birinchi bo'lib Qozog'iston diyorida taqitib sizlarga sovg'a qilgan. Bugun shu naqshini sahnada sizlar bilan o'rtoqlashmoqchimiz. Qayerdasan azizim? Marhamat. Gün qaldı qıraqlarga, sen ketdin uzaqlarga. Gün qaldı qıraqlarga, cevap yo'q so'roqlarga. Qayerdasan azizim? Cevap yo'q so'roqlarga. Qayerdasan azizim? Günler battı gelmedi, tanlar attı gelmedi. Günler battı gelmedi, tanlar attı gelmedi. Derdim arttı gelmedi. Qayerdasan azizim? Derdim arttı gelmedi. Qayerdasan azizim? Sen ketdin uzaqlarga, gün qaldı qıraqlarga. Cevap
yok soraklarga Qayerdi sen azizim Cevap yok soraklarga Qayerdi sen azizim Yaprak tükken köz buldu Yaşlar akan köz buldu Yaprak tükken köz buldu Yaşlar akan köz buldu Hicran salgan kız buldu Qayerdi sen azizim Hicran salgan kız buldu Qayerdi sen azizim Rahmat. Yoshlarımizga yoqdimi? Rahmat, yoqqan bo'lsa indan ko'rsanman. Rahmat. 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 Rahmat Umar. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Shundoq tatliq assalomu alaykum deb chiqqan Umar qizlarimizga rahmat. Meni indan ko'rsan qildinglar qizlarim. Yaxshi cho'ng bo'lishga ulug' Allohdan tilayman. Rahmat. Bugün yana şu oldin qatimqi konsertimizni oz-oz gap qilib o'tamiz. Oldin qatimqi konsertlarda bo'lgan talablarni bu qatimqi konsertlarda o'rlabmi o'tamiz deb plan qilgan. Shu vajidan shu konsertimizni yaxshi bo'ldi. Qozog'iston xalqini yaxshi qarshi oldi. Meni hayajonga soldi va shu hayajonlar ilkida yana davomli jillab xizmat qilishni niyat qilib bilimni bog'ladim. Shu vaqtda eng oxirida konsert oyoqlashgan vaqtda ko'pchilik o'rnidan turib bir naqshimizni eng oxirgi naqshimizni o'rnidan turib hurmat bilan anglab chiqqan va undan keyin konsert tugaganligini aytsak bir narsalarni deb mendan talab qilib ketdi. Men bilmay ketdimchi ruscha talab qiladi-da, mishaq oldiga qator tizilib olib pожалуйста degan gapni angladim-da. Bu gapning nimaligini bilmadim. Keyin qo'yaldim shu vaqtlarda. Еще раз degan gaplarni dedi. Ham еще раз degan gaplarni ancha-muncha konsert qo'yish jarayonida rasmga tushib, qartaga tushish jarayonida еще раз degandan keyin bu gapniki yana bir qatim degan gapligini o'rganib olgandim. Shuning uchun еще раз desa yana bir naqsha degan o'xshaydi deb tursam, guldasta пожалуйста guldasta deb qoldi. Bu guldasta degan naqshani men 97-yilda tunji qatim kompozitor ijodchimiz G'alib Rahim ijodi bilan qonuniy holda nashrdan chiqqan CD plastinkamda aytib chiqqan. Shu naqshni aslatib qo'ydi. Shunga bugun shu naqshni bir aslatib qo'yaylik, yana qayta bir aytaylik dedik. Davay, marhamat.
dostlar güldestini kabul kılınlar. Teyzini sürüp bille künüm içinler. Can dostlar güldestini kabul kılırlar. Teyzini sürüp bille künül içinler. San'atkar oğul kızının soğuğudur bu. Şu güldün kalbimizden kızdık güldeste. San'atkar oğul kızının soğuğudur bu. Şu güldün kalbimizden kızdık güldeste. Güldeste, güldeste. Bu toyda kızdık güldeste. Merhaba, merhaba. Dostlarla kızdık güldeste. Güldeste, 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 güldeste. Güldeste, güldeste. Bu toyda kızdık güldeste. Merhaba, merhaba. Dostlarla kızdık güldeste. Güldeste, güldeste. Bu toyda kızdık güldeste. Merhaba, merhaba. Dostlarla kızdık güldeste. Rahmat. Birinchi rahmat. Nur To'pek. Rahmat. Rahmat. Mana shundoq yarishibdikmi saniga? Albatta birlashgandan keyin texmi chiroyli texmi yarashadigan gap ittifoqlik kuch deb ekan. Mushu ittifoqlik bilan naqshimiz nihoyatda go'zal chiqdi. Nur To'pek rahmat. Endi biz Art Rap gruppasi va Ixtiyor Rajabovni taklif qilmoqchimiz. Qarang, Rahmat. sizlar Assalomu alaykum. Bugun Mo'minjon Abdukimniki ona vatanning xalqlarining salomini yo'llab turgan konsert va'da. Shu Mo'minjonning kechiligini ko'rish orqali siz nima his qildingiz? Mana meşhurdan 5 ay burun Mo'minjon mashu bizning Qozog'istonga chiqib, shunchaki bir yaxshi konsertlarni qo'yib ketgan. Mana bu qitimni chiqib, shunchaki yaxshi konsertlarni qo'yapti. Shunchaki yaxshi dam olyapmiz. Iloyim bundan buyoq Mo'minjon Abdukim egiz cho'qlarni ko'rsin demoqchimiz. Ko'pdan ko'p rahmat sizga. Unuttum degan edim, qilgan ekanman xato. Sen uchun dildan suydim, o'zimdan ham ko'p hatto. Voy desar istar, yonimga qaytsin. Etiniman, tapiniman, yo'llarimda tuzlar. Boshda intizorman, yorliginga xumorman. Sevimiman, sevimiman, sensiz yurak bo'shlar. Kechalar bedorman, sensiz xasta bemorman. Yaşayman arzularda, gözüm seni görseydi. Yürek muz kaygılarda, senin tapdin bolsaydı.
muzlar Geceler bedorman Sensiz hasta bemorman Çünkü Ufkumuzni olmağı sebepçi. Nima? İnternetmen, kalbimden, gözlerimde gözler Boğuşta intizarımdan Yar mekringe kumarımdan Sevinimen Sensiz yürek muzlar Geceler bedorman Sensiz hasta bemorman Sana intizarda. Anani bo'lganda taraqqiyot bo'ladi. Taraqqiyot bo'lganda anani o'zining sekret kuchini haqiqiy namoyon qiladi. Men ilgari sizga o'xshash import mahsulotlar bilan chechimni yotdim. Alxumar bilan tanishgandan keyin o'zimizda ishlangan mahsulotlarning bizga texnik mas kelganligini his qildim. Yaxshi narsa maxfiy qolmasin. Zanjibilning chachqish shifolig'ligi hammamizga yoq. Kirash, odamga daraxt ilm qo'shimcha qilinib, yuqori fan texnika bilan aktivlashtirilgan zanjibilning o'zimizning qo'lda ishlanib, Alxumar nomi bilan xalqimizga sunilganligini ko'rib, dilim suyundi, ishonchim oshdi. Menga yoqqanligi uchun sizga tavsiya qildim. Alxumarga menmi xumar. Yarshimliq, sifatlik kostyumlarlar, sarxil rang va shakllari bilan salofat ham salohiyatingizni to'liq namoyon qilg'isi. Rahat, yarshimliq, fasoni o'zgacha bo'lgan orom baxsh kiyimlar turmushingizni rangdor qilib, sizga hayotning illiqligini his qildirg'isi. Dana tanlash, dana kiyimlar. Şatlığı hem baylığı, xalqimizning azaldan bitmas tugmas boylig'i, o duttarim. Naqsha atam çalgan duttarim,
sahnada Aşıqlar duetining solisti Razvan Mamutov. Qarshi olgaysizlar. Annem çalgan dutlarım, çalsam çıkmaz kumarım. Annem çalgan dutlarım, annem çalgan dutlarım, çalsam çıkmaz kumarım. Geldi kökten baharı, küldi anna diyarım. Şatlığını bayan kıl, şatlığını bayan kıl, benim dilkeş tutarı. Şatlığını bayan kıl, şatlığını bayan kıl, benim dilkeş tutarı. Atam çalgan tutarım, anam çalgan tutarım. Atam çalgan tutarım, anam çalgan tutarım. Ecdatladım teverik, ecdatladım teverik, bana kalgan tutarım. Ecdatladım teverik, ecdatladım teverik, bana kalgan tutarım. Hayır altın tutarım, çıksın küngül kumarım. Sana tenkeş avazım, sana tenkeş avazım, çaralaydı her daim. Sana tenkeş avazım, sana tenkeş avazım, çaralaydı her daim. Atam çalgan tutarım, anam çalgan tutarım. Atam çalgan tutarım, anam çalgan tutarım. Ecdatladım teverik, ecdatladım teverik, bana kalgan tutarım. Ecdatladım teverik, ecdatladım teverik, bana kalgan tutarım. Derdi ilham zamanı, açtı kudret fermanım. Elbəxtini küylemek, elbəxtini küylemek, benim arzu armanı. Elbəxtini küylemek, elbəxtini küylemek, benim arzu armanı. Atam çalgan tutarım, anam çalgan tutarım. Atam çalgan tutarım, anam çalgan tutarım. Ecdatladım teverik, ecdatladım teverik, bana kalgan tutarım. Ecdatladım teverik, ecdatladım teverik, bana kalgan tutarım. Ecdatladım teverik, ecdatladım teverik, bana kalgan tutarım. Çalsam çıkmaz kumarım. Bu bağlamda menada adli kanal var. Eşede pat köstüdü konsertlerinin, meşrep programımızlarda. Şu arkalık endi ben özüm meydanda özüm Mömincan bir kör bakay. Digen niyet bilen kelip, hadi kursan buldum. Yaxşı icadın aydı yaxşı. Konuğu yıkımlık. Yaxşı icra kıldı ki. Köpten köp rahmet. Sizin yani deydiğen kandak yürek sözleriniz var. Endi bunundaki ben oylayman ki bu yaşlar hazır. Yaşlar nakşıları eğitim koyan keyin devamlı çoğun nakşılara ötüşü mümkün bulanı ki. Talantı var. Şunun yeterlik bular. Bular bolsa aş sahnelerinde mi bizni aş boluşuğa nasip kılsın Allah Teala. Yaxşı niyetlerini tileyman bu balığa. Köpten köp rahmet.
gülni gördüm gülü reyhan çıraylık Kadı sermi gül gül badem gül gül canan çıraylık Hırkarının cillisi de cilve eylep hemişe Yüreğimde otlu yaktı mikri gül kan çıraylık Hırkarının cillisi de cilve eylep hemişe Yüreğimde otlu yaktı mikri gül kan çıraylık Afaklet ana Rüstem gül üstüden aylanay Yakınlaşsam kaçtı asla gözü çolpan çıraylık Yakınlaşsam kaçtı asla gözü çolpan çıraylık Ben şamal suyu öder gülmezini yastıdan Kaşı kara çiçeğim bu şirin ziban çıraylık Ben şamal suyu öder gülmezini yastıdan Kaşı kara çiçeğim bu şirin ziban çıraylık Afaklet ana Rüstem gül üstüden aylanay Yakınlaşsam kaçtı asla gözü çolpan çıraylık Yakınlaşsam kaçtı asla gözü çolpan çıraylık Ben şamal suyu öder gülmezini yastıdan Kaşı kara çiçeğim bu şirin ziban çıraylık Ben şamal suyu öder gülmezini yastıdan Kaşı kara çiçeğim bu şirin ziban çıraylık Kaşı kara çiçeğim bu şirin ziban çıraylık Alkışlarımız. Güzel kızımızga alkışlar olsun. Rivojlangaysız, texmi ko'klarga chiqaysiz deb tilayman. Rahmat. Güzel kızlarımız kuylangan. Şu naqshimizdan keyin şu qizlarimiz kelgusida ona bo'ladi. Onalar millatimizning, xalqimizning kelajagi. Onalarning qo'lida farzandlar, ne o'g'lonlar, ne qizlar, nativalar yetishib chiqadi. Shu onalarimiz aman bo'lsin. Onalarning sog'lig'ini tilayman. Doimo farzandlarning onalarning xizmatida bo'lib, ota-onalarning diga yerdan chiqib, shular bilan mangu tang yashab o'tib ketishiga, baxt saodat ichida o'tishiga tilakdoshman. Qani shu temadagi kuylarimizdan pot yaqinda boraman ona. Marhamat. Ak yol bo'lsin o'g'lim, yaxshi o'qig'in. Ma'qul. Aman bo'ling ana. Har qachon sabrchan bo'l bolam. Yaramliq odam bo'lib kel. Ma'qul ana. So'zingizni yuragimda chin saqlayman. Bola, tamog'ingni vaqti-vaqtida yeyib, salomatligingni asrag'in. Jinim bola, bizni unutib qolma. Xotirjam bo'ling ana. Siz har qachon ko'z oldimda. Ak yol bo'lsin bolam. Haq ordi ko'rishimiz ana.
desem aramız yirak. Balam desem dilimde bırak. Amansız men aramız yirak. Günler uzun bolsun bırak. At yakında varmen ana. Günler uzun bolsun bırak. At yakında varmen dada. At yakında varmen ana. Ayrılmasam değmen peşinden. Düşlerimle yürüp peşinden. Ayrılmasam değmen peşinden. Düşlerimle yürüp peşinden. Tükülürdü şimdi bak yakında varmen ana. Tükülürdü duayı şimdi bak yakında varmen dada. Bak yakında varmen ana. Dertlerimge bulanmay derman. Bir görmekni kılıp ben arman. Dertlerimge bulanmay derman. Bir görmekni kılıp ben arman. Öz-özümni yakında varman ana. Öz-özümni aldayman ama. At yakında varman ana. At yakında varman dada. At yakında varman ana.
Tayyor misizlar? Qo'linglardagi telefonning svitlarini ochib bir nur berib betinglarchi. Igiz ko'tarib mana. Bek chiroyli chiqdi. Nima degan romantik? Oldidagilar orqanglarga qarab betinglar qani. Rahmat sizlarga. Qalbimga hech buyruq berolmasman. Seni asla unutolmasman. Ko'z oldimda paydo bo'lasan. Yuragimga xanjar solarsan. Unutganda so'rayman mendan. So'ragan edim chin sevgi sendan. Neytay qalbimdan o'chirolmasam. Ko'z yashimimni quritolmasam. Rahmat sizlarga. Ümit var yüreğim soraydı seni. Gözlerim yumsam o görermen seni. Arzular armanın tilleydi seni. O yaştan sorayman köydürgün beni. Osmandan ay kabi nurlar çaçayman. Musligan kalbinge o'tlar yaqayman. Muhabbet derdide yolg'izdi tayman. Tushlardan misalan izlab yurayman. Ah shunchalik qiyin muhabbet azobi. Ah shunchalik salqin ko'nglim bahori. Ah shunchalik navosiz sevgi ishtari. Sen edin hayotim bari. Ah shunchalik qiyin muhabbet azobi. Ah shunchalik salqin ko'nglim bahori. Ah shunchalik navosiz sevgi ishtari. Sen edin hayotim bari. Rahmat sizlarga. Rahmat qarindoshlarimiz, yoshlarimiz omon bo'linglar. Sizlarga baxt saodat tilayman. Yaxshi hamkorlashdinglar. Mana shunday konsertni birga qo'ymasa, biz kuchab bo'lolmaymiz. Kuch o'mlikda debdika. Sizlarning yordaminglar bilan konsertimiz yana davomli qiziydi deb umid qilaman. Endi nurg'un naqshlarni aytibdiman. Shu naqshlarning ichida har xil temalar bor. Muhabbat temasi, do'stlik temasi, ana yurt sevgisi va shundaqlar onalar, otalar hammani kuylab naqsh aytibdiman. Shundaq bo'lganda qanday naqsh aytsam bo'lar? Bu qatim Qozog'iston borgan vaqtda yangi bir tema o'ylab chiqsam bo'ldi deb uyoq o'ylab bir temani tepib chiqdim. Qaynona deydigan bir temani tepib chiqdim-chi. Bu qaynonani hech kim aytib boqmabdi, ha?
bu qaynanalarımız şundaq ulug' analarga o'xshash. Shu shuncha chiroyli bir qizni cho'ng qilib, bizga xato qo'shib, bir jup qilib tarbiyalab chiqqandan keyin analarimiz o'xshashlar ulug'. Endi bu naqshamni şu qaynanalarga berishdim, lekin naqshamni azroq chaqchaq aralash. Chunki qizisin deb bir bundoq so'ziga quloq solib anglab boqinglar. Marhamat, qaynona, marhamat. Kaynanama kaynana, kaynanama kaynana, kaynanama kaynana, ma amram kaynanam, kaynanama kaynana, ey mehriban kaynanam, kaynanama kaynana, bana amram kaynanam, kaynanama kaynana, ey mehriban kaynanam. Kara bulut yüzüyle oynaydı, suda dökmez otta köymeydi. Kara bulut yüzüyle oynaydı, suda dökmez otta köymeydi. Hiç kim bunu mende görmeydi, ay mihriban benim kaynanam. Kim bunu mende görmeydi, ay mihriban benim kaynanam. Gelişi var gidişi yoktur, ziriktirmez tidelge hoştur. Gelişi var gidişi yoktur, ziriktirmez tidelge hoştur. Ay mihriban benim kaynanam, külüp etkan her sözü muhter. Ay mihriban benim kaynanam, kaynanama kaynana, ma amram kaynanam, kaynanama kaynana, ay mihriban kaynanam, kaynanama kaynana, bana amram kaynanam, kaynanama kaynanam, ay mehriban kaynanam. Yetimi yok özüge özüden, har yağıdı nurlu yüzüden. Yetimi yok özüge özüden, har yağıdı nurlu yüzüden. Dağlar kaçar kürsek yüzüden, ay mihriban benim kaynanam. Dağlar kaçar kürsek yüzüden, ay mihriban benim kaynanam. Yaxşılığın yaxşıdan yaxşı, kuyovman aytman naqshi. Yaxşılığın yaxşıdan yaxşı, daday kuyovman aytman naqshi. Çünkü kızı hayatın naqshi, ay mihriban benim kaynanam. Çünkü kızı hayatın nakşi, ay mihriban benim kaynanam. Kaynanama kaynana, ma amram kaynanam, kaynanama kaynana, ay mihriban kaynanam, kaynanama kaynana, bana amram kaynanam, kaynanama kaynanam, ay mihriban kaynanam. Qanday chiqibdi? Maladismi? Rahmat, rahmat. Yaxshi chiqibdi. Demak, biz 7-8 maydon bo'ldi. Bugun 7-maydon yana bir maydonimiz qoldi. Shu 7-maydon
konsertga kelganda bu naqshini aytib pishib voyaga yetdi. Birinchi maydon konsert yarkatda bo'lgan vaqtda mush naqshini aytib chiqqandan keyin oldingi rat o'tgan birisi "Ey Fkamay" dedi. Aytsam, "Kelar qatim kelgan vaqtda qaynotangning naqshini aytib keldi" bashlar. Jup bo'lib ketsin dedi qo'limdan taqilibcha. Rahmat dedim. Shuning bilan navbatni shu kelin qizlarimiz kuylangan naqshlardan Ay chehri qiz yig'lab yotadi nomli naqsh o'zingizlar bo'lsin. Marhamat. Yiraklarda tamlar atadı, yiraklarda küller patadı. Sevgisiga misal topamay, ay chehra qiz yig'lab yotadı. Mashkiramda tamlar atadı, Qashqarda ham kunlar qotildi. Shu qishloqqa kelin bo'lolmay, ay chehra qiz yig'lab yotadi. Yulduzlarga so'zlaydi arzim, bag'ri tashlar tuzlaydi dardim. Yulduzlarga so'zlaydi arzim, tash bag'rilar tuzlaydi dardim. Qiz ko'nglini tusholmas hargiz, ay chehra qiz yig'lab yotadi. Kız ko'nglini tushunmas hargiz, ay chehra qiz yig'lab yotadi. Muhabbatning hurligi shumi, shum taqdirning zo'rligi shumi. Mazli emas hech kim uning, ay chehra qiz yig'lab yotadi. Yiroqlarga o'zoldi to'ylarida chetildi rayhon, ammo yigit qalbida hamon, ay chehra qiz yig'lab yotadi. Yiroqlarda tonglar otadi, yiroqlarda kunlar qotadi. Shu qishloqqa kelin bo'lolmay, ay chehra qiz
yig'lab yotadi. Oy chehra qiz yig'lab yotadi. Mana sizlarga olqish, rahmat. Rahmat. Shu qiz mushu bir qancha maydon o'yin jarayonida kunduz yig'lab chiqdi. Hissiyot ichidan chiqyapti. Men shu qizningki ichidagi san'at talantiga qoyil bo'lib qoldim. Bizningki vatandagidek kasbiy kichik vaqtdan tarbiyalaydigan usul kurslari markazlari bo'lgan bo'lsa, cho'ng bo'lgan chaqda Tursunay İbrahimjon bog'idek bir qizgan deb o'yladim endi. Sizga utuqlar tilayman. Rahmat sizga. Rahmat. Spasiba. Bu gaplarni ancha-muncha o'rganib qoldim. Chunki bu tilning foydasini bir qatim ko'rganman. Qanday ko'rgan desanglar, men 2004-yili tunji qatim so'g'ib qishda bir chet elga chiqib boqayda, yaqinroq qo'shni mamlakat Qozog'istonda chiqqanlarimiz bor. Hammasi chiqqan. Chunki Uyg'urlarimiz bir-biriga ishga uchiq deb o'ylab turgan vaqtlarimning birida shu Maglan akamningki qizining to'yi bo'lib qilib, tunji qilib shu chet elga chiqmoqchi bo'lgan vaqtlarimda taklif qildi, to'yga chiqdim. To'yni shunday yaxshi o'tkazdik. Ikkinchi kuni to'ydirmasdan uydan qochib chiqib bir bunday bir shaharni ko'rib boqay deb, oilani Uyg'ur teatrini bir ko'rib boqay dedim-da, shu Murat Ahmediy akamizni va shu yerdagi Nuralim Varsov akamizni bir ko'raychi deb didorlashay deb mansam bir yerda bir ko'chada ketib bassam, shundoq chiroqlarni piqirtirib bir soqchi mashinasi, militsiya mashinasi kelib to'xtab qoldi oldimda. Yenimda pasport yo'q, qapqapti o'yda. Shuning bilan nima qilishim kerak deb til bilmayman, inglizcha bilaman, lekin bu yoqda ingliz ishlamaydi ekan. Bir nima damamni deb tursam, bir atal gapligini olgandim. Bir narsani dedi ruscha. Shundoq formus bilan kelibdi-ku, ikki soqchi kelib bir narsani debdi. "Не знаю." Shu "не знаю" bilan orqa qarab mashinasi chiqib ketib qoldi. Shundan keyin men hozirgacha shuni tagiga yetamadim. Shu nima deb so'ragan bo'g'iydi. Sen sarangmisan, mayolda nima men vatsa degan bo'lsa, "Не знаю" dedimmi? Yoki boshqa gap qoldimi bilmayman. Shu vaqtda o'zim bildim buni. Uyga kelib ularga depamidim. Rus o'rgansam bo'ldi deb niyat qildim, lekin ishlarning ko'pligi, turmush alakchiligi bilan o'rganib bo'lmagan bo'lsam, hayronda "Можно, пожалуйста, отдельный" deydigan gaplarni ko'rdim-da, rasm tushiradi. Отдельный deydigan, yolg'iz tushma deganni. Obit nima, zavtrika deydigan gaplar bor ekan. Ujin deydigan gaplar bor ekan sizlarning tilinglarda. Yana nurg'un gaplar bor ekan, shuning bilan "Хорошо, молодец", "Здравствуй", "Давай", "До свидания" degan gaplarni o'rganib, shuning bilan hozir so'zligim qalay ish qilyapti-da. Rahmat. Kelar qatim men yana boshqa o'ylab qoldim. Men berib kitoblarga qarab, hali yaxshi so'zlarni o'rganib olay dedim. Hozir bundaq yenimdikilar meni bilmasin deb o'rischa qilib olsa, men mazmunni bildirgan bo'lib qoldim. Chunki orsiq so'zlarni bildirgan ekanman. Shuni oz qopdi, men shuni o'rganib olay dedim. Yordam berasizlar, ha? Rahmat. Bundaq bir yerni o'tmoqchi bo'lsa, "Можно" deb o'tishni o'rganib oldim-da men. "Можно" desak bo'ldi ekan. Bu bundaq shundan ham yutib turdi ekan. Bu tilning foydasi yaxshi. Shunga men Urumchida Sabah til tarbiyalash markazida til bilmaganlarni tilda tarbiyalaydigan bir maktabni o'zim qurib, mablag'im bilan 1000 kvadrat kilometr 5-600 o'quvchisi bor, yoshlarni tarbiyalayapmiz. Ruscha, inglizcha, xanzu tilida, turk tilida, yapon tilida tarbiyalab, bularning kelgusi nishonlar uchun nishonga yetishga bir sharoit hozirlab berdim. Rahmat. Rahmat olqisinglar, rahmat. Demak, qo'llayapsizlar. Maktab achish yaxshi ish, savobli ish. Endi konsertimizni davomlashtiraylik. Shu sizlar yaxshi ko'rgan bir naqshimiz bor. 2007-yilda Vapshi moda bo'lib ekan, ha? Zulfiqar Zoitov
shundoq yaxshi do'st biz anchamiz telefon qilib qo'ydi. Halqi telefon aslam Mo'minjon deydi-chi. Nima deydi ketsam bu marbiyani mishadiki mo'maylardan 7 yoshli bolalargacha yaxshi ko'rdik ekan. Shuning bilan mushnaqsini bugun aytmasam balkim armonda ketib qolishi mumkin deb o'yladim. Aytamizmi? Davay ketgansan. Marhamat. Meni saqlab turganingiz gap bo'libdi. Gap bo'libdi, mahallada gap bo'libdi. Menga qarab turganingiz gap bo'libdi. Meni saqlab turganingiz gap bo'libdi. Menga qarab kulganingiz gap bo'libdi. Seni men sevmisanmi? Seni dulamı? Fakat ko'ngilning payli Mecnun buldum sen duya Leyli
faqat ko'nglimning mayli Leylim buldum sen go'yo Leyli Şundaq işkən yüreknim meyli Sevilmem sevilmesem Şundaq işkən yüreknim meyli Sevilmem sevilmesem Yıraklarda hep kaldın ama İzlep yürüp derdimge dava Yıraklarda hep kaldın ama İzlep yürüp derdimge dava Kandak koy bilmedim tamam Sevilmem sevilmesem Kandak dert bu bilmedim tamam Sevilmem sevilmesem Vesalımsız sevgisi olmadı Bu yürekler dertçi dolmadı Vesalımsız sevgisi olmadı Bu yürekler dertçi dolmadı Kalbim bilen sesem bulmamdı Sevilemem seviyemesem Kalbim bilen sesem bulmamdı Sevilemem seviyemesem Kalbim bilen bilsem bulmamdı Sevilmem sevilmesem Sevilmem sevilmesem Deli bir usul uçuydu ola Güllerge gül okşaydı Yarının gülü başlayacak Güllerge gül okşaydı Yarının gülü başlayacak Ya derdimi köp dağıtayım Kırmayı otuz yaşlayacak Ya derdimi köp dağıtayım Ben kırmayı otuz yaşlayacak Ben kırmayı otuz yaşlayacak Yarını kelsun digenler Mini kelsun deptuma Yarını kelsun digenler Mini kelsun deptuma Hüye kutu yaman iken Mini ölsun deptuma Hüye kutu yaman iken Yar mini ölsun deptuma Yar mini ölsun deptuma Yarını kelsun digenler Mini kelsun deptuma Yarını kelsun digenler Mini kelsun deptuma Hüye kutu yaman iken Mini ölsun deptuma Hüye kutu yaman iken Yar mini ölsun deptuma Yarını kelsun digenler Mini kelsun deptuma
kılışın dettimi. Rahmet kardeşlerimiz, rahmet. Gün kaldı bıraklarga, sen kettin uzaklarga. Gün kaldı bıraklarga, cevap yok soraklarga. Hayerde sen azizim, cevap yok soraklarga. Hayerde sen azizim. Günler battı gelmedi, tanlar addı gelmedi. Günler battı gelmedi, tanlar addı gelmedi. Derdim arttı gelmedi, hayerde sen azizim. Derdim arttı gelmedi, hayerde sen azizim. Sen kettin uzaklarga, gün kaldı bıraklarga. Sen kettin uzaklarga, gün kaldı bıraklarga. Cevap yok soraklarga, hayerde sen azizim. Cevap yok soraklarga, hayerde sen azizim. Yaprak tükken küz buldu, yaşlar akan küz buldu. Yaprak tükken küz buldu, yaşlar akan küz buldu. Hicran salgan kız buldu, hayerde sen azizim. Hicran salgan kız buldu, hayerde sen
ishonch bo'lganda xotirjamlik bo'ladi. Xotirjamlik bo'lganda haqiqiy tabassum qila olasiz. Vafodor farzandlarning sovg'isidir tabassum. Her bir uyda, her to'yda tabassum bo'lsin. Bundan şadlık dibib dillar tabassum qilsin. Devir bilan tan qanot qaqan şadlık minutlarimizning shohidi tabassum. Ko'zni chaqnatan tabassum. Anani bo'lganda taraqqiyot bo'ladi. Taraqqiyot bo'lganda anani o'zining sekret kuchini haqiqiy namoyon qiladi. Men ilgari sizga o'xshash import mahsulotlar bilan chechimni yo'q. Alxumar bilan tanishgandan keyin o'zimizda ishlangan mahsulotlarning bizga texnik mas kelganligini his qildim. Yaxshi narsa maxfiy qolmasin. Zanjibilning chachqi shifoliqligi hammamizga yoq. Kirash, odamga daraxt ilm qo'shim chiqinib, yuqori fan texnika bilan aktivlashtirilgan zanjibilning o'zimizning qo'lda ishlanib, Alxumar nomi bilan xalqimizga sunilganligini ko'rib, dilim suyundi, ishonchim oshdi. Menga yoqqanligi uchun sizga tavsiya qildim. Alxumarga menmi xumar. Endi qutlug' sahnimizga Qozog'iston diyoridagi Uyg'ur estradasiga o'zining ulushini qo'shib kelayotgan talantliq naqshchi o'g'lonimiz Artur Iloxonovni qizg'in olqishlar bilan qarshi olaylik. Marhamat Artur. Assalomu alaykum. Başım aylanıp kegen, başım aylanıp kegen. Mendin kola gap sorma, yadım aylanıp kegen. Mendin kola gap sorma, yadım aylanıp kegen. Can balığa sen bilsen, benim tapkan azabımı. Can balığa sen bilsen, benim tapkan cefayımı. Kurguyum uçup gitti, yanın birini arılar, yanın birini arılar. Sevdayı bulup kaldım, sen yanı tula oynam. Sevdayı bulup kaldım, sen yanı tula oynam. Can balığa sen bilsen, benim tapkan azabımı. Can balığa sen bilsen, benim tapkan cefayımı. Atışımın yolundan tolayan düşüp mangan, tolayan düşüp mangan. Unutkanların yarım butni sen sanan. Unutkanların yarım butni sen sanan. Can balığa sen bilsen, benim tapkan azabımı. Can balığa sen bilsen, benim tapkan cefayımı. Can balığa sen bilsen, benim tapkan azabımı. Can balığa sen bilsen, benim tapkan cefayımı. Benim tapkan cefayımı. Benim
Rahmat İrada ansambli. Rahmat sizlarga. Sizlarga rahmat qildim. Aziz qarindoshlar, bugungi konsertga kelganlarni qadamlaringlarga nur yaqsin. Mo'minjon Ablikimga bitmas tugmas baxit, ijodiy utuq san'atiga texmo baland cho'qqilarni ko'rishiga Alloh nasib qilgay, yo'llarini oqigay. Biz hammamiz tilakdosh. Marhamat, bizdan yana bir naqsha Sanamjon. Bulup akmadım, Kolum bilen çekenge gül takmadım. Ben zamanla baktım, zaman bakmadım. Yüreğimge kan doldu Sanamjon. Yüreğimge kan doldu Sanamjon. Ben zamanla baktım, zaman bakmadım. Yüreğimge kan doldu Sanamjon. Yüreğimge kan doldu Sanamjon. Oldu karım kumar kılmayın aynısın. Aksarım ne bayan kılmayın aynısın. Oldu karım kumar kılmayın aynısın. Aksarım ne bayan kılmayın aynısın. Düştüm elge ayağım kılmayın aynısın. Gözüm yolda goya buldu Sanamjon. Acayip müşkül zaman buldu Sanamjon. Düştüm elge ayağım kılmayın eylesin. Gözüm yolda goya buldu Sanamjon. Acayip müşkül zaman buldu Sanamjon. Düşer buldu visalim, muhabbetke aşa buldu Sanamjon. Dil arzuga aşa buldu Sanamjon. Otiga düşer buldu visalim, muhabbetke aşa buldu Sanamjon. Dil arzuga aşa buldu Sanamjon. Dil arzuga aşa buldu Sanamjon. Rahmat. İrada ansamblinin solistisi. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bugun mushu Mo'minjonninki kechagi ko'rish orqali siz qanday his qildingiz, hissiyotingiz qanday bo'ldi? Mushuni bir so'zlab bergan bo'lsangiz, rahmat. Bugun Mo'minjon Ablikimning konserti shunday yaxshi o'tyapti. Biz xursand kelganimizga shunchalik yaxshi demimizni elib ketdik deymiz. Mo'minjonga ijodiy utuq tilaymiz. Chiqib har qachon
konsertlari mushundaq alning ko'ngildan chiqargandek o'tayversin. Ko'p rahmat. Siz Mo'minjonning qaysi naqshini eng yaxshi ko'rdingiz? Sevgini men Sevginmisang bu naqshisi bilan Marpiya Eşnondan Mo'minjon o'zi esh naqshisi bilan shu Qozog'istonimizga Uyg'urlarga tonildi deb o'ylayman. Ko'p rahmat. Sizning yana Mo'minjon Abdukim deydigan qandaq yurak so'zlaringiz bor? Mo'minjonga birinchidan ijodiy utuq tilayman. Mushundaq elning hurmatida bo'laversin, bizga Qozog'istonga pat-pat chiqaversin. Uningdan bo'lak, mushu hammamizning Uyg'urlarning orasida Uyg'urchiligimiz yo'qolib ketmasin, davomlashsin, vatanparvarligimiz o'rlaversin. Har qachon boshqa elning oldida yuzimiz yorug' bo'lsin. Ko'p rahmat sizga. Spasiba. Hozir ikkinchi bo'limga chiqayotgan vaqtimizda bir fikrlar chiqdi pastdan. Bir yoqqa qarab naqsha aytib bordi, boshqa yoq qarmay o'tdi debchi. Magnit qayoqqa tarsa shu yoqqa qaraymiz-da albatta. Bu o'zinglarga bog'liq. Kimning kayfiyati yaxshi bo'lsa shu yoqqa qarayman. Moyoqning kayfiyati yaxshi bo'lsa moyoqqa qarayman. Mana bizning yoshlarimiz, mana bizning cho'nglarimiz. Chunki bular nayta harakatni ko'p qildi, chavakni yaxshi chaldi, kayfiyatini ichivetdi, o'zini qo'yibdi. Moyoqnikilar yaxshi. Sizlar ham yaxshi. Sizlarga rahmat. Mush kayfiyatni saqlasanglar, men bu yoqdan o yoqqa yugurib aytaman. Abaydan biri biz uchun nafis mahoratlari bilan usul o'ynayotgan va sahnamizdagi naqshlarga mazmun rang qatayotgan barliq qiz-yigitlarimiz Alomat Produserlik markazi Ozoda usullar guruhiga mansub. Men hayron qoldim bularningki talantiga. Bular hammasi yosh notalar. Bular kasbiy tarbiya ko'rmagan. Shundoq turg'liq yana shundoq vujudi bilan usul o'ynab o'zining kelajagi uchun tirishayotgan yoshlar ekan. Men bu yoshlarning kelgusiga parlaq istiqbol tilayman. Yoshlarimiz o'rlisin, harmisin. Rahmat. Kelgusimiz sizlar. Kelajagimiz sizlar. Barliq yoshlarimizning kelgusi istiqboliga dag'dam yo'l tilayman. Bizning yuqori cho'qqilarga chiqishga nasib qilsin deb tilayman. Shunga xalq naqshlaridan o'rla yoshlar nomli naqsh o'zinglarda bo'lsin. Marhamat. yetmez yarsiz mening ömrüm ötmez To'l uzatsam şahta yetmez yarsiz mening ömrüm ötmez Yar kadrimi neden bilmez Bilnometke düşmeguncha ömrü yaşla hergiz gönlüm Barakallah
Rahmat. Yüreğimni köydürgen o güzel sunu ayda dilim qayta suraydı mening xiyolumda yarna xiyoli qayda bunchaning nozi qalin qo'lidagi sozi qalin shiringina qalbimni suydim tuydim yetaydi bu güzel yarim qayda ey güzel yarim sana arzim beray kuyib qolgan dardim bor ko'nglimga ozor berma yuragimda dardim bor asta bu jonim kuydi yorim hamda toqat qoldi yetar bo'lsa azorim ko'zi xumarim Gülsen sevgi bağında, kalbim hicran dağında. Gülsen sevgi bağında, kalbim hicran dağında. Ey seni ay güzel, Kaşgarning bozorida. Ey seni ay güzel, Kaşgarning bozorida. Ey güzel yarım, sana arzim beray. Kuyib qolgan dardim bor, ko'nglimga ozor berma. Yuragimda dardim bor, asta bu jonim kuydi yorim hamda toqat qoldi yetar bo'lsa azorim ko'zi xumarim Ey güzel yarım, sana arzim beray. Kuyib qolgan dardim bor, ko'nglimga ozor berma. Yuragimda dardim bor, asta bu jonim kuydi yorim hamda toqat qoldi yetar bo'lsa azorim dilda ko'rinsan. Rahmat, juftlarimizga rahmat, tashakkur. Yana bir yangi naqsh sizlarga havola. Bu qatim yana yeni pitchda buzilmagan paketlar bilan bir naqshni keldim, ha. Buni sizlarga pодарок qilib bermoqchiman. Qabul qilamsizlar? Rahmat. Kelar qatim kelgan vaqtda o'sha naqshning ismini degicha deydigan bo'lsanglar, men adig'im chiqqan bo'ladi, ha. Sana intizorman. Qani, marhamat.
xasta bemorman. Intinaman, qalbimdan, ko'zlarimda ko'zlar, mo'ytaba intizorman. Yarmikinga xumorman. Sevgimman, sensiz yürek buzlab, geceler bedorman. Sensiz xasta bemorman. Sana insan. Yarışımlıq, süpətlik kostyum burultular, sərxil rənglər şəkilləri bilən salabət həm salayitinizni toluq namoyon qilsin. Dana tanlash, dana kiyimləri. İşenç boğanda hatırcanlık boludu. Hatırcanlık boğanda hakiki təbəssüm qılalaysınız. Vafadar farzandlarning sovg'isidir tabassum. Her bir uyda, her to'yda tabassum bo'lsin. Bundan shodlik tebirlar tabassum qilsin. Devir bilan tan qanot qaqan. Shodlik minutlarimizning shohididir. Tabassum ko'zni chaqnatan. Tabassum. Rahmat. Sizlarga arzigan bo'lsa, xodig'imiz chiqdi. Ha, mushuning kuchi bilan yana nurg'un naqsh yozib o'tamiz. Rahmat sizlarga. Rahmat. Davacının yolu taşlık, tamuzu bektatlık. Davacının yolu taşlık, tamuzu bektatlık. Davacımda bir yarım bak, hem bir kanatlık. Davacımda bir yarım bak, hem bir kanatlık. Давачин прекрасный город, много в нем чудес. Давачин прекрасный город, много в нем чудес. Там живет моя принцесса, золото небес. Там живет моя принцесса, золото небес. Хамбер ханым, yelpib koyayım. Hamber hanım, yelpib koyayım. Yapı güçlüm sayasıyla sürüyor kaçayım. Yapı güçlüm sayasıyla sürüyor kaçayım. Снова манит за собою сладостный туман. Снова манит за собою сладостный туман. Я зову ее красиво, нежно Кандерхан. Я зову ее красиво, нежно Кандерхан. Davacınga qoğun dirdim, bilekleri düz. Davacınga qoğun dirdim, bilekleri düz. Yanza qoğun düştü, özüm talab üz. Yanza qoğun düştü, özüm talab üz. Hamber hanım, yelpib koyayım. Hamber hanım, yelpib koyayım. Yapı güçlüm
güçnüm sayasida suyup kaçayma. Yetti güçnüm sayasida suyup kaçayma. Sayasida suyup kaçayma. Yetti güçnüm sayasida suyup kaçayma. Canı canı canıdan Kamberhan, yarı 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 Kamberhan. Canı canı canıdan Kamberhan, yarı 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 Kamberhan. Canı canı canıdan Kamberhan, yarı 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 Kamberhan. Canı canı canıdan Kamberhan, yarı 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 Kamberhan. Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bir balduroq chiqqan bo'lsang deyman-da. Fursat bo'lmadi deb Davomli kechkida bu. Buni do'stlarning hammasi jiddiy qutqizish deyapti. Maqa adash maqa nima deydi uni? Skor pomishdi. Skor. Skor pomishdi dengmi? Skor pomish deydi ekan-a. Hozir berma, siraz berma deb qo'ydi ekan. Bir kun yo'qolib ketdi ekan. Bir manda qarab turgan bo'lsa chiqib bir ishga gap qilib boshlaymi desam, yo'q sen shuning bilan boshlayveray dedim. Chiqdik. Bir ishlar bilan bo'lib qolib qolmaysiz desham. Bo'pti, mayli. Sal kech qoldimi? Menga fursat beramsiz azroq? To'xtabsiz. Bugungi kunda mana Mo'minjon ag'ina va Shakib konsert berayotgan viloyat xursand. Tabriklaymiz mana bizning xalqimizga. Xoshalloh. Bugun ko'ngilli o'tirsa, mana ko'rsin, yanama kelajakda gullab cho'q ikiz cho'qida ko'relsini. Yanama sening konsertlaringni shu Olmaotada kutamiz. Rahmat, senga shundan o'xshashni tilayman. O'xshash tilaklar sen uchun. Mo'minjon. Telefonni deysa shuni. Ha, bo'ldi, mayli. Недоступен deb qo'yma agar mana shunaqa qilsang bunday keyin. Mo'minjon balamni yaxshi ko'raman, yaxshi. Hamma yaqin odamgarchiligi, Uyg'ur nimalar o'zimizning urf odatlari, ham mening balam Zulubqar Zoidninki ag'insi, mening o'g'lim bu. Shuning uchun mushu balam yashaversin, ko'plaversin, har qachon xalq oldida bulbuldek sayrab, önleri bunga dixim yaxshi bo'lib, mushu xalqning ko'nglidan chiqib xalq o'g'li bo'lsin. Sen uyadan men bu yerdiya
yana qutlug' sahnimizga sizlarning qizg'in olqishinglar bilan elni sevgan naqshoqlarimiz Mo'minjon Ablikimni takliflayli. Marhamat. Gel xazon etmeyen kim var? Bu bellige yetmegen kim var? Acel xazon etmegen kim var? Bu bellige yetmegen kim var? Meyli şah bulla yoki gadoy, bu dünyadan ketmegen kim var? Meyli şah bulla yoki gadoy, bu dünyadan ketmegen kim var? Kimga navbat qachon qaysi kun ajal kelur chiqarmasdan o'chgan kabi o'choqda tutun, bu dunyodan ketmagan kim bor? Bu dunyodan ketmagan kim ata qilib ketdi bolasi, qoldi talay yashnin chalasi. Ata qilib ketdi bolasi, qoldi talay yashnin chalasi. Azdi dilni yochgan nazisi, dünyadan ketmegen kim var? Azdi dilni ochgan nazisi, bu dünyadan ketmegen kim var? Bu dünyadan ketmeyen kim var? Bexudluğum adalet iken, bu dünyadan ketmeyen kim var? Bu dünyadan ketmeyen kim var? Rahmat sizlarga. Qani navbatda yana Layli nomli naqshozorlar bo'lsin. Marhamat. Tayyor mislar yoshlar. Alhamdulillah.
o'xshaysan Yenimda yurganimda Xiyollar surganimda Ko'zlarim to'ganimda Uyanganға jonim o'xshaysan Yenimda bo'l yenimda Sen tunugin xiyolimda Oh layli 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 Majnunum bo'lay mayli Yenimda bo'l yenimda Sen tunugin xiyolimda Oh layli 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 Majnunum bo'lay mayli Sözlerim danadanım Kişlerim durmadanım Tebessüm kıl yeganım Gülüşündün canım aylanay Karab sana hevesten Gülsün ay sana desten Melikilerden kasta Gülüşündün canım aylanay Yenimda bul yenimda Sen dönügün xiyalimda Oh layli 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 Majnunum bo'lay mayli Yenimda bul yenimda Sen dönügün xiyalimda Oh layli 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 Majnunum bo'lay mayli Yenimda bul yenimda Sen dönügün xiyalimda Oh layli 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 Majnunum bo'lay mayli Yenimda bul yenimda Sen dönügün xiyalimda Oh layli 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 Majnunum bo'lay mayli Anani bo'lganda taraqqiyot bo'ladi. Taraqqiyot bo'lganda anani o'zining sekret kuchini haqiqiy namoyon qiladi. Men ilgari sizga o'xshash import mahsulotlar bilan chechimni yotdim. Alxumar bilan tanishgandan keyin o'zimizda ishlangan mahsulotlarning bizga texnik mas kelganligini his qildim. Yaxshi narsa maxfiy qolmasin. Zanjibilning chachqi shifoliqligi hammamizga yor. Kirash, odamga daraxt ilm qo'shimcha qilinib, yuqori fan texnika bilan aktivlashtirilgan zanjibilning o'zimizning qo'lda ishlanib, Alxumar nomi bilan xalqimizga sunilganligini ko'rib, dilim suyundi, ishonchim oshdi. Menga yoqqanligi uchun sizga tavsiya qildim. Alxumarga menmi xumar. Bugün bergen va'damni buzib Eski aldım baxtiyor kunim Bugün bergen va'damni buzib Eski aldım baxtiyor kunim Öz-özümni qaytadan izi Seni sevginemen söygünüm Öz-özümni qaytadan izi Seni sevginemen söygünüm Seni sevginemen Seni sevginemen Seni sevginemen söygünüm Seni sevginemen Seni sevginemen Seni sevginemen söygünüm Yüreğimge yalvardım neçe O güzellik anmadım tıllar Yüreğimge yalvardım neçe O güzellik anmadım tıllar Hicran
melikesi her gece Bağrı dilim kılmaktı pare Seni sevginemen Seni sevginemen Seni sevginemen Sevginim Çıkarman hançe Ayrılışın kıynaklarına Bilinmeymen çıkarman hançe Ayrılışın kıynaklarına Vücudumda azapqa salgan Muhabbetinin pıraqlarına Muhabbetinin pıraqlarına Seni sevginemen Seni sevginemen Seni sevginemen Sevginim Seni sevginemen Seni sevginemen Seni sevginemen sevgilim Kalbimizge hicran azabı Kişen senip zincir ben ettim İkimizin iki kırgakta Tenha koyup niyetke yettim Kalbimizge hicran azabı Kişen senip zincir ben ettim İki kırgakta tenha koyup niyetke yettim Yürekli söyledim gece Özgelerge verdim baxt gülüm Unutman deb qasam içi Seni sevginemen sevgilim Seni sevginemen Seni sevginemen Seni sevginemen sevgilim Seni sevginemen Seni sevginemen Seni sevginemen sevgilim Seni sevginemen sevgilim Seni sevginemen Rahmat Sizlar bilan didorlashib mana bu didor g'animat deb nomlangan shu konsert bilan obaydan biri kulishib chaqchaqlashib o'sha yerda ko'nglimizni ichib o'tiribmiz buning uchun shu Qozog'iston Jumhuriyatida yashayotgan barliq xalqqa rahmat mamlakatimiz Jungo va Qozog'iston Jumhuriyati o'rtasidagi do'stlik rishtasының mangu bo'lishiga, chegaralarning doimo ochiq turishiga, o'rtaq gullanib do'stlik rishtasini texnik mustahkam bog'lashiga chin dilimdan tilakdoshman. Sizlar bilan yuz ko'rishib, didorlash turayli, u yoq bu yoqda o'rtiqanlar bir-biri bilan doimo jam bo'lishib, shatlanib tursin deb tilayman. Bugun shu mamlakatda yashayotgan, shu jumhuriyatda yashayotgan sizlar bilan qarindosh, biz bilan tarixiy qarindosh bo'lgan, turkiy qavmlardan bo'lgan, shu qozoq xalqiga bo'lgan hurmatim noyda cho'ng bo'lg'ashqa bir naqshini qozoq xalqining tilidan, shu qozoq xalqining klassik naqshlaridan birini aytib qo'yay deb tayyorlab qilib keldim. Shu naqshini bir anglab baqsanglar, agar yetamagan taraflar bo'lsa, o'gitib qo'yasizlar. Qani, marhamat. Bayon ketdik. Davay.
Davomlashtirimiz sho'xkelerimizdan yoshlarimiz uchun yurakka o't yaqsan nomli naqsh o'zinglar bo'lsin. Marhamat. Rahmat sizlarga qizlarimiz, rahmat. Mana biz mushundaq isil xalq. Biz o'zimizninki dasturxonimiz bilan mehmonga bo'lgan, qo'shnilar aro mehr muhabbatimiz bilan, do'stlar aro kang qo'saqligimiz bilan, abuchanligimiz bilan, qo'limiz gul hunar san'atimiz bilan, jahonga taraqan ilm ma'rifatimiz bilan isil xalq. Uyg'ur degan yaxshilikqa yaralgan, bilim ilmi jahonga mo'taralgan. Desang agar tushunmasdan bu qandoq, bilib qo'ygin Uyg'ur degan mushundaq. Rahmat. Men bu she'rni aytib yaxshi ko'raman. 95-yilda bizning Qashqar adabiyotiga marhum shoirimiz Qozog'iston shoiri Ilyar Baxtiyorning so'zi bilan
shu kitob chiqqandan keyin shundan beri yodga ilib suyib hatto shu yili akam Ablat Ablikimninki kompozitorligi bilan muzikaga tushirilib aytilgandan keyin Qozog'iston xalqi va bizning u yoqdagi barliq ona yurt xalqi bilan o'rtoqlashgan bir naqsha, ikki tarafning yuragini tutashtirgan bir naqsha bo'lib qoldi. Shu naqshani sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Maylimi? Qani marhamat.
birinden orun algan nakışçı oğlanımız Mömincan Ablikim. Bugünkü konsertimiz yaktı mı? Aferin, rahmet. Ushbu konsert Cumhuriyetlik Uyghur Etnomadaniyat Merkezining, Olmut shaharlik Uyghur Etnomadaniyat Merkezining, Cumhuriyetlik Suyimlik Uyghur ovozi gazetlarimizning qo'llab-quvvatlashi bilan o'tdi. Shularga ming rahmat. Shundaqla mening sahnadagi do'stlarim ham meni har qachon har tarafdan ma'naviy, moddiy, ruhiy qo'llab-quvvatlagan sahnadagi yulduz do'stlarim Artur Iloxonovga rahmat. Zulqar Zayidovga rahmat. Ixtiyor Rajabovga rahmat. Chavaqlarni ayamanglar. Jafa Arturovga rahmat. Mars Saturin Abuljan Jamololdinaga Daniyorlarga rahmat. O'zlarining sho'x go'zal usullari bilan hammamizni mahliya qilgan Iroda usul ansambliga rahmat. Yarkan shahridagi Uyg'ur nahiyasidagi Chelak tavasidagi barliq jut jamoatchiligiga, yigit boshlariga rahmat. Eng cho'ng rahmatimni mana meni mush kundan boshlab qo'llab-quvvatlab kelayotgan, mening yenimdan ketmay yurgan bugungi bizning Möminjon Ablikimning naqshlarida jo'r bo'lib usullarni o'ynagan birdan-bir go'zal qiz yigitlarim Azoda usul ansambliga cho'ng rahmat. Bugungi kechligimizning ovoz rejissyori Razan Mamutovga cho'ng rahmat. Bugungi musiqa konsertimizni alayda vujudga chiqishga kuch chiqargan oylab iltimos qilib o'zi atayin shu Urumchiga berib meni taklif qilishga kuch chiqargan va nurg'un xizmatlarni qilgan Arzuli qizimiz Qalbinurga rahmat. Mush yerda bugungi konsertimizni mushu video kameralar tatib tushirayotgan Dolqin aka rahbarligidagi barliq aka singillarga rahmat. Eng cho'ng rahmatimiz mana mush yerda o'tirgan aziz xalqimga, tomoshabinlarga rahmat. Mushning bilan bugungi konsertimiz mush yerda oyoqlashdi. Yana bir qadam didor g'inimat damlarini surgicha xo'sh amal qilaylik. Selamat bo'linglar. Söylep koysam çekiyoruz Allah. Ben endi şu birinci Allah'a rahmet etmen. İkincisi şu balamını çoğunluğun ata-anasına rahmet etmen. Zamanımız teş olsun, yurdumuz aman olsun. Her köyde şu bal gelip Oşta konuğumuzu artık kalanlarını konuğumuzu içip tutun. Ben muştan gideceğim, ben muşta tiyatrda köymek ben. Bugün muş balamla hadisedim. Uzun soğudun oyundan gelip oturma. Üzem bozan. Hem de yeşimge yetmedi. Muşu yeşim ne? Muşu balamga yutun aldığı besem tekrar ıskanlar. Balam, benim tadı bozun, ömrüm uzak bozun. Ata-ananın aldığında hürmet bol balam, hürmet bol balam, kimlerin hatırcanlık bozun. Ben 100 yaş çıktım balam. Hem de kız temizden ben bileceğiz, hayda 100 yaş çıkırım balam. Şu 100 yaşlarım ne? Mucuk bir beytim böyle şamkanak diyeceğim. Çok. Kadar körüne dur, karı deringi.
Baray dedim, baramadım yolun üzerine. Jirak bulup, yakın bulup, davane yoktu. Moşu beytimni, köpme otursa, yişim bilip, balam tutsam yamanı yoktu. Allah'ım, ömrüm uzak olsun balam. Esselamu Aleyküm. Temel Kumar Uygur Tamaşınları. Ben Süleyman Amınlar'dan bir minnettarlık kalbiyeti geldim Mömincan kelimçimizga. Hürmetlik Mömincan Abdikimoğlu. Kazakistan diyarı, Olmuta şehrinde istikamet kılıvattan Uygurlar namıdın sizni, halkımızın süyümlük nakşısını kızgın karşı edip, icat ettiğinizde yeni çoğularını igerleş, örleş, ayrımızga hatırcanlık, öyümüzge bereket, hayatımız uzak yıllar devamında zor selametlik ve berlik saadetlere dileyiniz. Siz yaşlılığınıza karmayın, özünüzün acayip talantı tüfeği, barcha halkımızın hürmetine, çeksiz mihir muhabbetine erişip otursiz. Bu ahvalni biz faqat Allah Taala sizga hadiya qilgan talantlar emas, balki o'zimizning ijodiyatimizga bo'lgan yuqori darajadagi talabchanlikni xalqimiz oldida o'z ustimizga ilib barpo qilgan cho'nqur javobgarchilikning ifodasi, tinimsiz emgak va izlanishlar natijasida bo'lmaymiz. Sizning o'rningizga har bir naqsha o hayat görünüşlerden ilingan bir drama eseridir. Sizin avazınızdaki mum, halkımızın mumu, halkımızın teşvişi, sizin avazınızdaki hoşallık alametleri, halkımızın hoşallığı, eski günge bolgan işenç ümitleri, armanları. Muşulluktan nazardan qaraganda siz haqiqiy ma'noda xalq naqshisi, xalq kuychisi. Hürmetli Mömincan Abdikimoğlu, halkımızga yangi uzak yıllar davomida zor ilhom manbasi, hikmat tugmas ruhiy oziq bo'lib, ijodiyatimiz har chog yoshlarimizni o'mlik inoqlikka, adolatlikka, yaxshilikka da'vat qilib, ovozimiz hikmat jarongli yangrag'ay. Bahor jamiyat Muşamın temsillerinin Almutlu'nun kepsiz Almatı Aspan'dan diyen Kazaklı'da çıkan Almutlu'nun ki asmanın bir görünüşleri sürekli bizim az bozma, eseri kopkarsın, onu bizim bahar cemiyetimiz ötürgen bir köylüksün yanlarına. durmadanım Tebessüm kıl yeganım Gülüşündün canım aylanay Karab sana heveste Gülsün ay sana deste
tünükün xiyalımda Oh Leyli 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 Mecnun'un bu Leyli Make them know that them can't get me out. Anything that them hear, I will talk about. The action talk, no one bother mouth. But we run the east, west, the north and south. Make them know that them can't get me out. Anything that them hear, I will talk about. Yanımda bul yanımda, sen tünükün xiyalımda Oh Leyli 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 Mecnun'un bu Leyli Yanımda bul yanımda, sen tünükün xiyalımda Oh Leyli 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 Mecnun'un bu Leyli Action talk, no one bother mouth. But we run the east, west, the north and south. Make them know that them can't get me out. Anything that them hear, I will talk about. The action talk, no one bother mouth. But we run the east, west, the north and south. Make them know that them can't get me out. Anything that them hear, I will talk about. Yanımda bul yanımda, sen tünükün xiyalımda Oh Leyli 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 Mecnun'un bu Leyli İşenç bo'lganda xotirjamlik bo'ladi. Xotirjamlik bo'lganda haqiqiy tabassum qila olasiz. Vafodor farzandlarning sovg'isidir tabassum. Har bir uyda, har to'yda tabassum bo'lsin. Bundan shodlik deb tabassum qilsin. Devir bilen tan kanat katan şartlık minutlarımızdan şahidiz Tebessüm Gözünü çakmada Tebessüm Anani bo'lganda taraqqiyot bo'ladi. Taraqqiyot bo'lganda anani o'zining sekret kuchini haqiqiy namoyon qiladi. Men ilgari sizga o'xshash import mahsulotlar bilan chechinmayapti. Alxomar bilan tanishgandan keyin o'zimizda ishlangan mahsulotlarning bizga texnik mas kelganligini his qildim. Yaxshi narsa maxfiy qolmasin. Zanjibilning chachqish shifoliqligi hammamizga yoq. Kirash, odamga daraxt ilm qo'shim chiqinib, yuqori fan texnika bilan aktivlashtirilgan zanjibilning o'zimizning qo'lda ishlanib, Alxomar nomi bilan xalqimizga sunilganligini ko'rib, dilim suyundi, ishonchim oshdi. Menga yoqqanligi uchun sizga tavsiya qildim. Alxomarga menmi xumar. Yarshimliq, sifatli kostyumlarga sarxil rang va shakllari bilan salofat ham salohiyatingizni to'liq namoyon qilg'isi. Rahat, yarshimliq, fasoni o'zgacha bo'lgan orom baxsh kiyimlar turmushingizni rangdor qilib, sizga hayotning illiqligini his qildirg'isi. Dona tanlash, dona kiyimlar.